Assalomu alaykum, hurmatli Nurmebel obunachilari. Mana xudo xolasa navbatdagi kichkina razmerdagi ishimiz ham tayyor bo'ldi. Bir joyi kichkina ekan, shunga moslab tayyorlab berdik. Namangan Toshbuloq degan joydan zakaz tushdi. Xudo xolasa razmerlarini 3 ga 2 qilib tayyorlab berganmiz. Ishlar 100% sasna yog'och, 3 ta taburetkaga berdik. Biz 2 ta taburetka ularni 3 ta taburetkaga berdik. Sidinalar pampers prushina, orqalari ham o'zini materialida o'ta chiroyli tushdi. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Qora panteramizdan xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab berdik. Jurnalni stolning razmeri 90 ga 180 holatda tayyor bo'lgan. Jurnalni stollarning ham bo'ylari baland, keyin baquvvat qilib ishlangan. Oshxonaga ekan, xudo xolasa shuning uchun bo'ylari ham balandroq holatda bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli hamyonbop uголoklar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu uголogimizning narxini 4,5 million so'm qilib tayyorlab berdik. Dastavkasi ichida olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Ertaga olib borib o'rnatamiz inshaalloh. Iloji bo'lsa imkon qilsak olib borib o'rnatgandan keyin ham video qilib, xudo xolasa qo'yishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.